Assalomu alaykum podpischiklarim. Men ham oddiy bir Rossiyadan kelib taksi qilayotgandim kiradi. Mashinamda o'zim mashina tulporimda men ertamadan tursam рабочий silindr yorilib ketibdi. Pilnigidan ijitki soqib ketdi endi. Bugun 1-yanvar. Ustalar hammasi dam olyapti kecha. Ovqat bayramida ovqatlanaverib mashinadan oldim рабочий silindrni. Mana bu eski рабочий pilniga yorilib ijitki soqib ketgan. Bu yangi. Endi yangini qo'yamiz. Jitkisi deyarli qolmagan, hammasi oqib chiqib ketgan. Mana xudo xolasa mana bu jitkisi shilangda. Mana bu bo'ladi mana. Aytgandek qotirib olsak, xudo xolasa tayyor. Keyin jitkisi qo'yamiz. Bitta kachkalab turib bitta kachkalab tashlaymiz. Buni ikki kurish tirillatib qo'ygan. Tirilliqda bu xudo xolasa tayyor mana. Yangini qo'ydik. Ana. Endi bu qiladigan mashina